qizlar mana uni bolani ham uzoqdan olyapman. Mana o'g'il bolalar ham keng kiygan. Mana Koreyada tumanli havo, xudo xolsa quyosh chiqyapti. Tur deb namlarni uyg'otyapti. Mana yuguryapti. Hamma yugurish bilan ovora. Mana musirkada paketlarda paketga solishgan. Kerakmas narsalar olib chiqib qo'yishadi. Kimgadir kerak bo'lsa foydalanadi albatta. Mana u hali yomon, eng yomon nimalar maxsus paketga soladi. Mana oldin aytdim, mana ovqat soladigan, mana korobkalarni ham chiroyli qilib taxlab qo'yishadi. Solib qo'yishadi. Ichkarisidan ko'rsatib chiqay hozir. Nimalariga baklashkalarga alohida, ovqat idishlari alohida qilishib. Mana shishalarni alohida solishadi. Narigilar siniqlarga, mana ular mana temirlarga, mana plyonkalarga alohida paketlar baylab qo'yishadi. Mana ovqat idishlariga, mana yana baklashkalar. Juda ham tartib kuchli, bir-birini hurmat qilish. Mana u yana maxsus sintefoliyali ovqatlar keladi bularda mana. Mevalardiki, mana har bittasini men ko'ryapsizmi? Alohida taklab qo'yib qo'yishadi. Akkuratni qilib, chiroyli qilish. Vakinalar bor mana. Ovqat nimasi? Ovqatni paketi, yomon ovqatni paketi ham bor mana. Bunday qilib qo'yiladi. Mana oyog'ingizni mana ko'tarasiz, oyog'ingizni. Bunday ochiladi-ku, solib qo'yiladi. Mana karta qo'yib yechib oladi. Maxsus karta bilan. Endi ishondingizmi? Madaniyat o'ta kuchli. Muzlab qolmasin, rakinani bekitib qo'yishdi. O'sha yerda ham mana pojarka unaqasi. Mana tozalovchi ayoldi. Anaqalari mana qoplar turadigan maxsus qoplar turadigan. Mana qoplari bor, chiqindilar qoplari o'sha plastmassalarda. Mana orsinasini olib chiqib tashlashadi bular. Shunaqa hozir yana bitta narsa ko'rsataman sizga mana. Kerak narsalarni olib chiqib tashlashadi dedim-ku. Yo ko'chib turgan bo'lsa, yo uyini to'ldirib qo'ygan bo'lsa. Kerak deb mana maxsus anaqasini stikerini o'zi yopishtirib sotib olishadi. 3000, 30000 bizni pulga. Mana toza ishlatilmagan. Voy, ishlatilmaganmish. Toza hali yomon bo'lib ketmagan, sinmagan. Anaqa ishlatilmagan degan gapga o'rganib qolganmiz. Mana u nimasi hali mikrovalnovkasi. Olib chiqib qo'yishadi. Kimgadir kerak bo'lsa ishlataveradi mana. 65-66 ga kirgan ayol mana tozalayapti hozir. Ayol mana. Har bitta qilib turgan mehnatidan xursand bo'ladi. Menga egilib salom ham beradi. Men salom bermasman, ular olishi mumkin emas. Salomat bo'lsam, biz ham shular yoshga kirganda shunaqa jikkagina kasal bo'lmasa, hech qayerimiz og'ridi demasdan ishlab mehnat qilib yurib, Alloh hammamiz umrimizga rizqimizga xayrli barakat etsin.